Davlat aka, mijozlarimiz tomonidan bizga eng ko'p keladigan savollar qanaqa? Mijozlardan eng ko'p keladigan savollar asosan bizdan so'ralladigani birinchi navbatda uni o'lchamlarini so'rashadi. Ya'ni bizda hammasi diagonalda ko'rsatilgan. Ular asosan nechiga nechi, ya'ni eni, bo'yini so'rashadi. Bu haqda ma'lumotlar bizning o'zi veb sahifamizda va Telegram kanalimizda o'zi aslida mavjud. Keyin ko'p beriladigan savollardan yana bittasi bu yetkazib berishni so'rashadi. Yetkazib berish bizda o'zi o'sha ko'rgan bo'lsangiz avvalgi videolarda ham biz aytib o'tganmiz. Bu mutlaqo bepul. O'zbekistonning istalgan nuqtasiga biz bepul yetkazib beramiz. Hech qanaqa to'lov undirilmaydi. Uchinchi so'raladigan savollardan yana bittasi bular asosan kafolat muddatini so'rashadi. Kafolat muddati bizda 3 yil tashkil qiladi. Ko'pincha shu mijozlar videolarni ko'rishadi, oxirigacha ko'rishmaydi. Kafolat muddatini eshitmoqda, keyin yozishganda yana kafolat muddatini so'rashadi. Shuning uchun shuni aytib o'tmoqchiman. Bizda 3 yil kafolat beriladi mahsulotlarga. 3 yil ichida mabodo ushbu mahsulotlarga, ya'ni interaktiv doskalarga nimadir bo'ladigan bo'lsa, biz uni olib ketib, yana sizga olib borib berish uchun hech qanaqa to'lov undirmaymiz. Siz servis uchun hech qanday to'lov amalga oshirmaysiz. Bu hammasi bizda mutlaqo bepul. To'rtinchi beriladigan savollar bu albatta bizdan to'lov shaklini so'rashadi. To'lov shakli bizda istalgan turda amalga oshiriladi. Ya'ni xohlasangiz pul o'tkazish yo'li bilan oling, ya'ni shartnoma beramiz. Shartnomaga asosan bankda o'tkazishingiz mumkin yoki ilovalar orqali o'tkazishingiz mumkin. Onlayn to'lovlar qilishingiz mumkin, ya'ni Payme Click orqali to'lashingiz mumkin. Va naqd pul ko'rinishida kelib showroomimizga kelib mahsulot tekshirib, albatta to'lovni qilib olib ketishingiz mumkin. Yanada ko'proq ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, ushbu videoni tagida qoldirilgan veb saytimiz va Telegram kanalimizdan bilib olishingiz mumkin.